Barchaga salom, sizlar bilan Diyor. Hozirgi videomizda sizni Samsung yoki LG televizoringiz bor va u yerga Cinerama yuklay olmayapsiz. Ya'ni sizda na Play Market orqali yoki na flashka orqali yuklasa bo'ladi. Agarda sizda shunaqa yuklay olmayotgan bo'lsangiz, bitta dona yo'li bor. Bu web Cinerama orqali foydalanishingiz. Ya'ni web deyotganim, ya'ni siz bu yerda web brauzeriga kirishingiz kerak bo'ladi. Web brauzerga kirganingizdan keyin Cineramani o'zini stranitsasini topishingiz kerak. Ya'ni bu yerda Cinerama topdi. Hozir mana Google'dan mana poisk berilgan. Hop, sizga mana ko'rsatish uchun. Hop. Qisqasi mana shu poiskadagi joyiga Cinerama deb yozasiz. Hop, Cinerama deb yozamiz. Mana birinchi stranitsasida Cineramani o'zi chiqib keladi. Ya'ni web Cinerama. Hop. Mana web bizada mana joylangan edi. Hop, mana profilimiz ham bor. Profil sizga o'sha oldingi videomizda Cineramani LG televizoriga yuklash videosi bor. Shu yerdan ham ko'rsangiz bo'ladi yoki shu videosini kesib joylab ketaman qanday qilib registratsiyadan o'tishi. Hop, Cineramaga kirasiz. Siz bu yerdan o'sha registratsiyadan o'tishingiz kerak. Hop, registratsiyadan bunda ham o'sha 3-4 xil yo'li bor. Mana telefoningizda Cinerama ilovasi bo'lsa, устройство добавить qilib turib skaner qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz login orqali kirsangiz bo'ladi, ya'ni Gmail orqali. Eng osoni hozir telefon raqami orqali kirasiz. Telefon raqamida o'sha men tavsiya qilardim Beeline telefon raqamlarini kiritmaslikka, sababi u yerda juda ham kod kelmasligi yoki umuman sekin kelishligi ehtimoli bor. Shuning uchun umuman o'sha boshqa Ucell, Uzmobile, Uzonline yoki Mobiuz shu kabi nomerlardan foydalanishingizni. Hop, nomeringizni kiritasiz. Men bu yerga o'zimni nomerimni kiritaman va sizga kod keladi. O'sha kod orqali kirib o'sha registratsiyadan o'tasiz. Hop, qisqasi glavniga o'tamiz. Bu yerda endi qarang, siz har safar kirib, ya'ni qo'shishingiz kerak bo'ladi. Web interfeysdan aniq qilgan holatda buni eng zo'r yo'li bor. Mana shu stranitsani saytda hop, добавить ярлык на главный экран ni bosib, siz Cineramani webini mana web chiqib keldi. Chiqarib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni sizda o'sha saytga ilova orqali ilovada kirasiz, lekin o'sha ichkari sayt bo'ladi. Hop, shunaqa orqali foydalansangiz bo'ladi. Agarda o'sha sayt orqali ko'rayotgan paytingiz qotishli bo'ladigan bo'lsa, agarda sizda Wi-Fi 5G ni поддержка qilmasa, o'sha Wi-Fi to'g'ri поддержка qilsa, qo'llab-quvvatlasa, o'shani 5G orqali foydalanishingizni, agarda u ham sifat yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, qotayotgan bo'lsa, kabel orqali foydalanishingizni tavsiya qilaman. Hop, shunday qilib turib web Cinerama orqali foydalansangiz bo'ladi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like va komment yozib qoldiring.